Hazrat Mir Alisher Navoiy nomidagi viloyat borligi bilan faxrlanardik. Vaqti bilan Navoiyxonning kechalarini aynan Navoiy viloyatiga borib o'tkazishni gashti bir boshqacha edi. Mana endi mumtoz adabiyotimizda Mir Alisher Navoiydan keyingi ulug' siymo hisoblangan Zahiriddin Muhammad Bobur nomiga ham shahar bunyod etilayotgani, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan Bobur shahri deb atalishi bu butun mamlakatimizdagina emas, balki Boburga maftun bo'lgan dunyo Boburshunoslari, uning muxlislari, ijod ahli uchun bu juda bir katta mukofot bo'ldi. Bu bizda hammamizga ilhom, g'urur baxsh etadi. Bu mamlakatimizda ma'naviyat, adabiyot, ma'rifatga bo'lgan e'tiborning yorqin ifodasidir. Bugun Bobur izidan borayotgan qancha tadqiqotchilar, qancha ijodkorlar mana g'ururlanib yuramiz. Endi biz mana shunday katta tadbirlarni Bobur shahrida o'tkazamiz. Yerda tabiiyki zamonaviy kutubxona, Bobur boboga qo'yiladigan muhabbatli haykal, mana prezidentimiz aytganda g'ururlanib ketdik. Va aytaylik o'sha atrofda qancha xiyobonlar, qancha aytaylik o'sha adabiy, ma'rifiy maskanlar qad rostlashi albatta bizga ilhom baxsh etadi. Bugun Bobur tom ma'noda o'zini o'rnini topdi. Andijonning bir qismi Bobur shahri hisoblanadi. Endi biz uchun Toshkentni shunday nima deydi, Andijon bilan tutashtiradigan adabiy oltin ko'priga biz uchun ham, kelajak avlodlar uchun ham muborak bo'lsin deymiz. Bu shaharni qanchalik dunyoda dovruq taratishi ijod ahlini, kelgusi ijodkorlarni, kelgusi avlodlarning zimmasiga o'ziga yarasha katta mas'uliyat yuklaydi. Davlatimiz rahbari har yil Andijon